ilmiy matnni tahlil qilishdan boshladik. Ilmiy matn mana pingvinglar matni berilgan va mana hozirda endi tushayotgan ilmiy matnlarning hajmi xuddi shunday, ya'ni kichikroq hajmda berilyapti. Demak, men o'rgatgan texnika bo'yicha ko'rib chiqamiz. Dastlab mana bu savollar tarkibida savolni yaxshilab o'qiymiz. 18 dan boshlangan savollarni va uni xo'p, plus ma'lumot kerakmi bizga, minus ma'lumot kerakmi va mana bu variantlar ichidagi kalit so'zlarni aniqlab chiqamiz. Bo'ldi. Matn mazmuniga mos to'g'ri ma'lumot berilgan javobni aniqlang, ya'ni pluslik ma'lumot kerak bizga. Ada yer yuzidagi barcha pingvinlar qisqa bo'yli pingvinlar hisoblanadi. Demak, pingvinlarning bo'yi haqida ma'lumot kelsa ko'ramiz. Bada pingvinlarning dengiz suv o'tlari bilan oziqlanishi fanga ma'lum. Oziqlanishi. Pingvinlarni yer yuzining barcha hududlarida uchratish mumkin. Yashashi. Pingvinlarning suzishda ularning qanotlari muhim ahamiyatga ega. Suzish haqida ma'lumot 19 da. Demak, men buni ko'rishimiz shart emas, uslubiy xatolik. 20 da. Matn mazmunida aks etgan ma'lumotni aniqlang. Demak, pluslik ma'lumot, ya'ni aks etgan ma'lumot kerak ekan. Ada pingvinlardagi teri tuzilishi ularni sovuqdan himoya qiladi. Teri haqidagi ma'lumot. Bada pingvinlarda jamoaviy yashash muhiti shakllangan. Demak, jamoaviy yashash haqida. Sada pingvin go'shtidan konserva haqida. Dada imperator pingvinlarda ko'rish qobiliyati yaxshi rivojlangan. Ko'rish haqida gapirilsa ko'ramiz. 21 da noto'g'ri shakllantirilgan hukm toping. Minuslik ma'lumot kerak. Ada pingvinlarning panjalari, nerv uchlari kamligi sabab panjalar haqida gap ketsa, bada pingvinlar faqatgina Antarktida qit'asining o'zidagina istiqomat qiladi demak. Ko'ramiz. Yashash haqida ma'lumot. Eng yirik pingvin turi 120 sm. Dada pingvinlar tizimli o'rganish 19-asrda boshlangan. 22 da matn mazmunida ko'ra to'g'ri shakllantirilgan gapni aniqlang deya. Pingvinlar barcha qit'alarning janubiy qirg'oqida yashaydi. Yashash haqidagi ma'lumot. Imperator pingvinlar haqida, pingvinlar suvdagi o'rtacha tezligi haqida, dada yana panjasi haqida. Panjasi haqida ikkita demak gapda ma'lumot ketdi. Endi matnni o'qiymiz. Pingvinlar suvda yashashga moslashgan, uchmaydigan qushlar bo'lib, faqat janubiy yarim sharda, ayniqsa Antarktida qit'asida yashaydi deyapti. Faqat deyapti janubiy endi yashash haqida ikkita gapda bordi. Pingvinlarni yer yuzining barcha hududlarida uchratish mumkin. Bu ma'lumot noto'g'ri, chunki barcha hududlarda uchramaydi, janubiy hududlarda va ayniqsa Antarktidada yashaydi deyapti. Endi yana yashash haqida 21-savolda bordi. Pingvinlar faqatgina Antarktida qit'asining o'zidagina istiqomat qiladi. Yo'q, Antarktida qit'asining o'zida emas, janubiy demak joylarda yashaydi. Ko'proq Antarktidada yashaydi degan ma'lumot bor. Shuning uchun bu xato ma'lumot sifatida bani oldik. Bizga noto'g'ri javob kerak edi. 21 da bajarib bo'ldik mana. Endi pingvinlarni tizimli tadqiq qilish faqat 19-asrda odamlar uzoq dengizlarda ilmiy ekspeditsiyalar yuborishni boshlagan paytdan boshlangan. 19-asr degan joy bor edi, qayerdadir topamiz o'shani mana. Pingvinlarni tizimli o'rganish 19-asrdan boshlangan. Demak, bu to'g'ri ma'lumot edi. Chiqdi bu ham. Xo'p, endi ular qisqa bo'yli, oq qora tusdagi qushlar sanaladi. Pingvinlar qanotlarini suvda suzishda qo'llaydi va suvda ajoyib tezlikka erishishlari mumkin. Pingvinning suvdagi tezligi soatiga 7-10 kilometrga yetishi mumkin. Ba'zi turlar 120 sm chuqurlikda sho'ng'iydi. Xo'p, endi tezligi haqida yana bir qayerdadir gap bor edi. Hozir topamiz. Tezligi mana. Qani? Tezligi mana pingvinlarning suvdagi o'rtacha tezligi quruqlikdagi tezligidan 7-10 kilometrga ko'proq. Faqatgina ularning tezligi haqida ma'lumot bor, lekin quruqlikdami, suvlikdagiga nisbatlab ko'rsatilmagan, ya'ni taqqoslanmagan. Shuning uchun u javobni olib tashladik. Endi pingvinlar qanot chuqurlikka sho'ng'iydi. Pingvinlar suv ostida ov qilish jarayonida sezgir ko'zlaridan foydalanib ozuqani aniqlashadi. Ko'zlaridan nima maqsadda foydalanadi? Ozuqani aniqlashda. Pingvinlarning turli xil turlari mavjud bo'lib, ulardan eng yirik turi imperator pingvinlar hisoblanadi. Imperator pingvinlari balandligi 1-2 metrga yetadi, og'irligi esa 32-40 kilogramm oralig'ida bo'ladi. Demak, balandligi 1-2 metr. Mana bu yerda bizga mana shuni eng yirik pingvin turi, ya'ni eng yirik pingvin turi imperator bo'yini 1-2 metr deyapti, ya'ni buni santimetrga aylantirib beryapti, 120 santimetr deb. Demak, bu yerda bizga matematik bilimimiz kerak bo'lar ekan. Endi imperator pingvinlar oyiga 2-3 marta ov qiladilar. 2 marta, 3 marta ov qiladilar.
to'yinguncha ovqatlanadilar, keyin ovga qadar ular vaznining 30-40% yo'qotishi mumkin. Pingvinlar birgalikda yashash orqali sovuqdan himoya demak topishadi. Yashash orqali, mana birgalikda yashash orqali sovuqdan himoya topishadi. Pingvin panjalari sovuqni sezmaydi, chunki ularda nerv uchlari juda kam. Panjalar haqida ikkita gap bor edi. Yana mana bu yerda ham mana pingvinlarda jamoaviy yashash muhiti shakllangan. Mana bu gapimizda mana birgalikda yashash orqali sovuqdan himoya topishadi deyapti. Demak, B javobimizni to'g'ri deb olsak bo'ladi. Endi panjalar haqidagi gapimiz bor edi. Mana panjasi, pingvinlarning panjalari nerv uchlari kamligi sababli sovuqni sezmaydi deyapti. Haqiqatan ham bu javob ma'lumot bor. Bizga noto'g'ri javob kerak edi, shuning uchun ani o'chirdik. 21 ga B bo'ldi hozircha. Endi yana davom etamiz. Endi mana himoya yashash orqali sovuq, pingvin panjalari sovuq, panjasi haqida yana qayerdadir gap bor edi. Adashmasam. Mana pingvinlar, mana pingvinlar panjasida nerv uchlari ko'pligi uchun emas, ozligi uchun suvosti sezuvchanligi yo'q. Ozligi uchun ular sovuqni sezmaydi degan ma'lumot bor. Demak, D javob xato bo'ldi hozircha. Endi ular 60 darajagacha bo'lgan haroratda omon qolishga qodir. Bunday sovuq boshqa tirik mavjudotlarni tezda o'ldirishi mumkin. Pingvinlarning ozuqasi asosan baliqlar, boshqa dengiz organizmlaridan iborat. Mana suv o'tlarini, mana pingvinlar dengiz suv o'tlari bilan oziqlanish fanga ma'lum. Suv o'tlari haqida bu yerda gap ketgani yo'q, baliqlar haqida gap ketyapti. Shuning uchun B javobni o'chirsak bo'ladi, ya'ni noto'g'ri javob sifatida. Mana bu yerda hech qayerda suv o'tlari haqida ma'lumot yo'q. Pingvinlarning ozuqasi asosan baliqlar va boshqa dengiz organizmlari hisoblanadi deyapti. Ular uchmaydigan qushlar sirasiga kiradi. Mana bu yerda mana gapni boshida pingvinlar suvda yashashga moslashgan uchmaydigan qushlar degan ma'lumot keltirilyapti. 4-etapda yana ular uchmaydigan qushlar sirasiga kiradi deb matnda fikr takrori kelyapti. Shuning uchun mana bu uslubiy xatolik sifatida buni olishimiz mumkin. Ya'ni 19 ga D javobni 19 ni ham bajarib bo'ldik. Endi pingvinlar biologik xilma-xillikning qadrli qismi sanalib, ularni himoya qilish bugungi kunda ekologik zarurat hisoblanadi. Endi 18 ni ko'ramiz. Yer yuzidagi barcha pingvinlar qisqa bo'yli pingvinlar hisoblanadi. Barchasi qisqa bo'yli pingvin emas. Endi to'g'ri ma'lumot kerak ekan, pingvinlar suzishda ularning qanotlari muhim ahamiyatga ega. Demak, mana bu D javobni olamiz bu yerda. Pingvinlarning suzishda demak o'sha nimadan foydalanishadi? Qanotlardan foydalanish. Yer yuzidagi barcha pingvinlar qisqa bo'yli pingvinlar hisoblanadi demas, imperator pingvinlarni aytdi balandroq bo'lishini. 19 ni bajardik, 18 ga D bo'ldi, 19 ga D bo'ldi, 20 da aks etgan ma'lumot kerak edi. Demak, bu B bo'ldi. Pingvinlarda jamoaviy yashash muhiti shakllangan degan. Mana konserva haqida hech qanday gap bo'lmadi. Imperator pingvinlarda ko'rish qobiliyati haqida gapirildi, lekin aynan imperator yaxshi rivojlangan pingvinlarda teri tuzilishi, ularni sovuqdan himoya teri tuzilishi haqida ham gap bormadi. Shuning uchun o'chirdik. 21 da B chiqdi. 22 da pingvinlarda barcha qit'alarning janubiy qirg'oqlarida, barcha qit'alarning janubiy qirg'og'ida yashaydi degan gap bo'lmadi. Endi imperator pingvinlar bir marta to'yib ovqatlangandan so'ng uzoq muddat ozuqasiz yura oladi. Bu ma'lumot bor edi. Demak, oyiga 2-3 marta o'qiladi va shu bilan o'qilmaydi. Ya'ni bu degani to'yib ovqatlangandan so'ng uzoq muddat ozuqasiz yura oladi degan demak javob chiqadi. Demak, imtihon kuni matnini o'qigan bo'lishingiz kerak. To'g'ridan to'g'ri tahlilga o'tsak bo'ladi. Juda ham bir achinarli, bir insonni o'yga toldiradigan hikoyalardan biri bu imtihon kuni. Demak, 23-savoldan Genri Slizer qaramiga mansub imtihon kuni hikoyasining asosiy g'oyasi nima? Agar bunday mana topshiriqlarni ko'rsangiz, o'zi xato javob sifatida qanaqadir bitta birikma bo'ladi. Ana shu birikma orqali topib olsangiz bo'ladi. Mana jamiyat barqarorligini ta'minlash uchun intellektual salohiyatli yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularga yuqori lavozimlarni berish. Bu yerda hech qanday intellektual salohiyatli yoshlarni qo'llab-quvvatlanmadi. Mana bu qo'llab-quvvatlash so'zi bu yerda xatolikni keltirib chiqaryapti. Ota-onalarning, demak, javob chiqib ketdi. Ota-onalarning o'z farzandlari ta'lim-tarbiyasiga befarqlik, ular befarq bo'lgani yo'q. To'g'rimi? Chiqib ketdi. Totalitar tuzumda barchani bir xil o'rtacha darajada ushlab turish orqali hukumatning mutlaq nazorat o'rnatish va aqlli shaxslarni yo'q qilish. Xuddi mana shu narsa nazarda tutilyapti. Ya'ni aqlli kishilarni, shaxslarni yo'q qilish siyosati nazarda tutilyapti. Shuning uchun javob
S bo'ldi. Bolalarning 12 yoshga to'lganda aqliy qobiliyatini tekshirish orqali ularning kelajakda kuchli mutaxassis bo'lishini ular mutlaqo xohlamaydi, bunga qarshi. Shuning uchun 23 ga S bo'ldi. 24-savol Mr. Jordanning imtihon natijasini bilish uchun telefon go'shagini ko'targandagi holati va javobi asarning qaysi g'oyasini ochib beradi? Otalik mehrining hukumatga bo'lgan sadoqatidan ustun kelishi. U hukumatdan ustun kela olmadi. To'g'rimi? Insonning shaxsiy fojiasi qarshisida ham tizim o'rnatgan tartib qoidalarga so'zsiz bo'ysunish. Bo'ysindi xolos, bu totalitar tizimga bo'ysindi. Shuning uchun B javob bo'ldi. Hukumatning o'z xatolarini tan olmasligi va inson hayotini moddiy qiymat dollar bilan o'lchashni ifodalaydi. Yo'q, bu ham hatto ota o'g'lining o'limidan o'zini aybdor his qilishi va farzandining aqlli bo'lganidan pushaymonligi tasvirlangan. Yo'q, bu narsa ham yo'q. Demak, B javobni oldik. 25 ga hikoyadagi hukumat nima uchun yangi kodeksning 5-bo'lim 84-moddasiga asosan aqliy darajasi yuqori bolalarni yo'q qiladi? Yo'q qiladi. Jamiyatda resurslari kamligi sababli faqat o'rtacha qobiliyatli ishchi kuchini saqlab qolishni ko'zlaydi. Yo'q, bu emas. Yuqori intellektual egalari kelajakda mavjud tuzumning adolatsizligini anglab yetishi va isyon ko'tarishi xavfi mavjudligi uchun. Demak, ana shunday voqea ro'y bermasligi uchun bular aqlli insonlarni yo'q qiladi. 26 da demak Diki Richard Jordan obraziga xos bo'lgan eng asosiy xususiyat va uning fojiasining tub sababi qaysi javobda to'g'ri tahlil qilingan? Xo'p, A javobda u o'z yoshiga nisbatan o'ta qiziquvchan va bilimga chanqoq bola bo'lib, ota-onasining ogohlantirishiga qaramay taqiqlangan bilimlarni o'rganishga harakat qilgani uchun jazolanadi. Hop, Diki tug'ma intellektual salohiyati yuqori, atrof muhitdagi voqea-hodisalarning sabab-oqibatini anglashga intiluvchi shaxs bo'lib, uning aybi, ya'ni qo'sh tirnoq ichidagi aybi hukumat o'rnatgan o'rtacha qoliplarga, standartlarga sig'maganligi, ya'ni o'ta aqlli ekanligi uning aybi edi. Hop, demak, B javob bo'ldi. 27-savol. Xonaning narigi burchagida ayolning bo'g'iq chinqirig'i eshitildi. Garchi u hech nimani eshitmagan bo'lsa-da, barchasini erining yuz ifodasidan anglagan edi. Demak, bu onalarga xos dahshat va alam, o'g'lini o'ldirilishini eshitib, demak, dahshat va alam ichida qoladi. Xo'p, endi 3-demak, matnga keldik, ya'ni g'azal matni. Avval, demak, nima qilib olamiz, tahlil qilib olamiz. Keyin mana yangi so'zlar ham, lug'atlar ham berilyapti. Mana shu asosda, demak, mujda degani xabar, mana xabar ma'nosida kelyapti. Mujda berdi subhidam zulfing nasimindin sabo. Demak, sabo ertalab esadigan mayin shabada. Demak, mujda degani xabar, yangilikni berdi zulfing nasimidin, zulfingdan, ya'ni sochingdan o'tib kelgan, sochingning shabadasidan o'tib kelgan, ya'ni mujda berdi. Jon muattar bo'ldi. Joni muattar bo'ldi, ya'ni shirin hisga to'ldi. O'sha sochini hidini olib kelgan ko'nglim topdi 100 turli safo. Ko'ngli turli xil soflik, safolik topibdi. Ana shu hiddan. Yuzima surdim oyog'ini yuziga suribdi, ya'ni tazod ketyapti. Xoki rohin ko'zima. Xoki rohi xok turpoq bo'lsa, rohi o'sha yo'l, ya'ni yo'li, yorning yurgan yo'li va ana shu bosib qadamidan bosib o'tgan tuproqni ko'ziga surtibdi, oyog'ini yuziga surtibdi. Dedimi jon hamdami bu yerda nido sanati ketyapti. Ahlan va sahlan marhabo. Ahlan va sahlan marhabo, xush kelding demoqchi. G'uncha bo'ldim, g'amdin ilkim dominga yetmayin. Demak, ilkim degani qo'lim seni dominga, ya'ni dom degani tuzoq degani, ya'ni o'sha sochini tuzog'iga yetmasdan g'uncha bo'ldim. G'amdan, nimadan? G'amdan yetmaganligi uchun g'amdan g'uncha bo'ldim. Gul bikin jon ko'nglaki hasrat bilan bo'ldi qabo. Ko'nglim, demak, bu yerda hozir qabo, qizil ko'ylak bo'libdi. Ko'ngli jon ko'nglaki hasrat bilan bo'ldi qabo deyapti. Gul bikin. Xo'p, endi jim zulfing, ya'ni sochini jimga o'xshatyapti. Ya'ni bu yerda arab alifbosidagi jim harfini aytyapti. Jim bo'ldi, zulfing jim bo'ldi. Ya'ni mana bu yorning oldidan tushadigan sochi zulf, nun qoshing qasdijon aylab edi. Qoshini nunga o'xshatyapti. Mana bunday holatdagi nun harfiga o'xshatyapti. Arab alifbosidagi nun qoshing qasdijon aylab edi. Boqi bo'lsin lutf etib kirdi alif qadding aro. Demak, boqi bo'lsin. Mana bu
yerda lutfilib kirdi alif. Ya'ni alif o'rtaga kirdi. Demak, birinchi j bo'ladi. Jon. Bu yerda mana j va o'rtaga alifni qo'yib va nunni hosil qiladigan bo'lsak, jon so'zi kelib chiqadi. Ya'ni bu yerda ham kitobot sanati, ham istixroj sanati mavjud desak bo'ladi. Ya'ni arab alifbosidagi so'zlardan, harflardan foydalanib so'z hosil bo'lsa, u istixroj bo'ladi. Arab alifbosidagi harflardan foydalanish bu kitobot san'atini yuzaga keltiradi. Demak, yorni, zulfini, qoshini aytganligi uchun bu yerda tanosub san'ati ham mavjud. Lola o'xshatsa o'zin ruxsoringga ma'zur tut, yozida o'z boshiga qo'pqondir ul ko'ngli qaro. Uning demak, ya'ni Lolaning ko'ngli qora, chunki u o'zini yuzini sening ruxsoringga o'xshatyapti va mana shunday o'xshatganligi uchun uni ma'zur tutyapti. Ya'ni bu yerda yor, sen undan ham nimasan? Chiroylisan deyapti. Ya'ni o'sha Lola sening oldingda qayerda qolib ketadi? Ya'ni o'zini sening ruxsoringga o'xshatganligi uchun, o'zini baland tutganligi uchun undan ma'zur tutyapti. Ne falakning mehri bordir, ne sening ko'nglingda rahm. Falakda ham mehr yo'q, sening ko'nglingda ham rahm, shafqat, mehr yo'q. Yo falak javri nigoro, yo sening darding menga. Ikkalasi ham teng kelyapti menga. Falakning javri ham, sening darding ham menga teng kelyapti deya. Etakingda ko'rgali yo'ldan o'tarda bargi koh deyapti. Koh deyapti, sariq deyapti. Ko'rgali yo'ldim sariq deyapti. Chehrasin qildi atoyi rashk elinda qahrabo. Chehrasin atoyi deyapti, o'zini chehrasini sariq qildi deyapti. Ya'ni o'sha seni yo'lingda poylayverib, yuzi sariq bo'ldi demoqchi. Demak, 28-savolda g'azal matlasi haqida berilgan to'g'ri ma'lumotni aniqlang deyapti. G'azal matlasi bu birinchi berilgan ikkita misra, ya'ni birinchi bayt mana bu matla hisoblanadi. Endi o'qiymiz. Mujda berdi subhidam zulfing nasimindin sabo, jon muattar bo'ldi, ko'nglim topdi 100 turlik safo. Mana shuni tahlil qilishimiz kerak ekan. Yor sochlar oshiqi tong otgan haqida xabar berish aks etgan, tong otgan haqida unga xabar bermayapti. Bada tong shamolining yor ko'yida kezishi tashxis asosida ifodalangan yo'q. Yorning zulfi tong shamoliga tashbih qilingan deyapti. Dada yorning iforidan quvonchga to'lgan oshiq holat tasvirlangan. Haqiqatan ham yorning iforida mana jon muattar bo'ldi deyapti-ku. Mana shu jon muattar bo'lgani, ko'nglim topdi 100 turlik safo, ko'nglini 100 soflik topganligi yorning iforidan quvonchga to'lgan oshiq holatda tasvirlanganligini anglatadi. To'g'ri javob D bo'ldi. 29-savol. G'azal baytlarida quyidagi qaysi tashbih mavjud emas? Demak, tashbih o'xshatish mavjud emas deyapti. Ada yorning go'zal yuzi Lolaga o'xshatilgan. Haqiqatan ham bir jihatdan Lola o'zining yuzini yorning go'zal yuziga qiyoslayapti. Endi B'da hokisor oshiq tuproqqa qiyoslangan deyapti. Hokisor oshiq demak tuproqqa qiyoslanmadi. Ya'ni o'sha tuprog'ini o'pdi. Xo'p, demak B javobni xato deb olsak bo'ladi. Bizga tashbih mavjud emas degan javob bordi. B'ni olsak bo'ladi. Sizda oshiq yuzi sariq mineralga o'xshatilgan, mana qahrabo deyildi-ku. Ana shu sariq mineral qahrabo hisoblanadi. Dada istirobga to'la oshiq qalbi g'unchaga tashbih qilingan. Mana bu yerda bor edi, mana qani g'uncha bo'ldim g'amdin deyapti. Demak, g'unchaga qiyoslangan yeri bor. Demak, to'g'ri javob B bo'ldi 29 ga. 30-savol. G'azalning qaysi baytlarida tashxis san'ati qo'llangan? Tashxis demak shaxslantirish, narsalarga xos xususiyatni insonga xos xususiyatlarga aylantirish. Demak, 4 va 5 ni ko'ramiz. 4da 3-4. Jim zulfing nun qoshing qasdi jon ayla. Joniga qasd aylashi, mana shu zulfining qoshining jon qasd aylashi tashxis san'ati bo'lyapti. 4da 5da Lola o'xshatsa, Lolaning inson o'sha ruxsorni o'xshatishi demak tashxis san'atini yuzaga keltiryapti. 4 bilan 5 ni demak to'g'ri javob deb olsak bo'ladi. Xo'p, 31 ga keldikmi? 31. G'azal baytlari haqida berilgan xato hukmni aniqlang. Xo'p, xato hukm 7-baytda oshiqning hasbi holi tashxis san'ati orqali ifodalangan. 7-bayt 1 2 3 4 5 6 7 oxir ekani. Etagingda ko'rgali yo'ldan o'tardi barga qoq, chehrasi qoldi. Xato hukm kerak. Demak, bu mavjud desak bo'ladi. Keyingidan ko'raylik. 4-baytda istixroj san'ati asosida jon so'zi hosil qilingan. Buni ko'rdik, bu bor edi.
Xo'p, 5-chi baytda Lolaning shum niyatli ekani tashqi san'ati yuzaga keltirgan. Demak, tashqi san'ati Lolaning o'xshatishi. Ya'ni yuzing qaro deyapti. 6-chi baytda oshiq boshiga tushgan musibatlar ta'did san'ati orqali aks ettirilgan. 6-chi baytda ne falakning mehri bordir, ne sening ko'ngling daraxm. Demak, bu ham bor. Demak, A javobni olsak bo'ladi xato sifatida. 32-chi savol, g'azal baytlari mazmuni yuzasidan xato hukm berilgan javobni aniqlang. A javobda yorning poyidagi chang zarralari oshiq uchun to'tiyo sanaladi, ya'ni o'sha poyidagi changni, gardni, turpoqni u nima qilyapti? Ko'ziga surtyapti. Demak, bu to'g'ri. B'da yorning sochi yu qoshining marhamatli ekani haqida so'z boradi. Yorning sochi, qoshi marhamatli. Mana jim zulfing, nun qoshing qasdijon aylab edi, boq bo'lsin lutf etib kirdi alif qadding aro. Va jon aylab deyapti, boq bo'lsin lutf etib alif kirdi o'rtasiga deyapti. Xo'p, S'da oshiqning vujudi ayriliq sabab qonga to'ladi. Bu fikr ham bor. D'da oshiq yor jafosidan ko'ra falakning jafosini afzal ko'radi. Oshiq bu, demak, afzal ko'rmayapti. Ya'ni ikkalasi ham birdek deyapti. Seni mana falakning mehri bordir, na sening ko'nglingda ham falak jabri ham bir, sening darding ham menga bir deyapti. Demak, bu yerda ko'ra falakning jafosini afzal ko'rgani yo'q. 32 ga D javob bo'ldi. Demak, 33, 34, 35-chi savollarni tahlil qilishdan boshladik. Xo'p. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdir. Demak, bizda javoblar kirish gap ishtirok etgan, ushiq bo'lak ishtirok etgan, ikki bosh bo'lakli, shaxsi ma'lum, shaxsi noma'lum, shaxsi ma'lum, ritorik so'roq gap ishtirok etgan degan javoblar bor. Endi milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdir. Bu yerda yo'qotmakdir kesim, yo'qotmak ya'ni ega ham kesim ishtirok etsa, demak bu ikki bosh bo'lakli gap bo'lar edi. Agar faqat bittasi ishtirok etsa, bir bosh bo'lakli gap ishtirok bo'lardi. Ya'ni ega bo'lmasa, kesimni o'zi ifodalansa, u bir bosh bo'lakli gap bo'lar edi. Endi bu yerda hozir ham ega, ham kesim ishtirok etganligi uchun bu gapimiz ikki bosh bo'lakli gap deb olsak bo'ladi. 34-savol, o'z vataniga bo'lgan chinakam muhabbatingni o'z tilingga bo'lgan muhabbatingsiz tasavvur etish mumkin emas. Tasavvur etish mumkin emas. Bu gapning egasini topish mushkul, ya'ni topish mumkin emas. Shuning uchun bu shaxsi noma'lum gap ishtirok etgan deb olsak bo'ladi. Chunki kirish gap yo'q, shaxsi ma'lum gap emas, ritorik so'roq gap ham yo'q. Ritorik so'roq gap bo'lish uchun oxirida so'roq belgisi bo'lishi kerak. Shuning uchun shu bois 35 da yosh avlodga ona tilimizga hurmat bilan munosabatda bo'lish kerakligini o'qitirishdan aslo charchamang, aziz ustozlar. Demak, bu yerda undalma bor. Undalma degan javob yo'q, ushiq bo'lak yo'q, B chiqib ketdi. Kirish so'z bor, shaxsi ma'lum gap ishtirok etgan. Demak, charchamang, ritorik so'roq gap ham yo'q, chunki so'roq belgisi yo'q. Shaxsi ma'lum gap ishtirok etgan deyishimiz mumkin. Ya'ni javob bo'ldi bunga. Ya'ni charchamang, mana bu shaxsi ma'lum gaplar kesimni shaxs soniga qarab turib egani aniqlash mumkin bo'lar edi. Shuning uchun charchamang, ya'ni kim charchamasin? Siz charchamang. Bu yerda egani kesimlik belgilariga qarab turib aniqlashimiz mumkin. Ya'ni egasi kim bo'ladi bu gapni? Siz bo'ladi. Shuning uchun bu shaxsi ma'lum gap deb olsak bo'ladi. 33 ga S, 34 ga D, 35 ga javob bo'ldi. Endi hozir mana bu 36-savol yangi tipdagi mana shunday savollar tushyapti. Ya'ni shakldoshlik xususiyatiga ega so'zni topish kerak. Shu topgan so'zingiz o'rik qoqi so'ziga ham shakldosh bo'lsin, soch popuk so'ziga ham tushsin. Ya'ni mos kelishi kerak. Ya'ni o'rik qoqini ma'nodoshini bu yerga yozasiz, soch popukni ma'nodoshini bu yerga yozasiz va bu ikkalasiga ham mos tushishi kerak. Buga javobimiz barak so'zi bo'ladi. Barak. Yozish biroz qiyin ekan. Barak so'zi bo'ldi. Xo'p, endi 37 da berilgan gapda noto'g'ri qo'llangan 37-savol punktatsiya, tinish belgilari bilan bog'liq savol bo'ladi. Tinish belgisini to'g'ri shaklda yozing. Ya'ni mana bu gapda qaysidir tinish belgisi xato qo'llangan va mana bu yerga noto'g'ri tinish belgisini yozib, to'g'ri va uning o'rnida nima bo'lishi kerak? Mana shuni ham yozib qo'yishimiz kerak. Gurg'uldan aytgan har bir so'zing o'ng. Shoir men vujudman, sen tirik yurak. Mana bu yerda chiziqcha Xo'p, qo'yilyapti. Ega va kesim o'rtasida. Sen tirik yurak,
san, demak san tushib qolganligi uchun qo'yilyapti. Mendan uyalmagin, men kirgandan so'ng zax yerning osti ham osmondan yuksak. Mana bu yerga e'tibor bersangiz, bu yerda hech qanday so'roq belgisi qo'yilishi kerak emas. Bu yerda nuqta tinish belgisi bo'lishi kerak edi. Ya'ni bu so'roq gap emas. Shuning uchun noto'g'riga so'roq belgisini qo'yasiz, to'g'ri tinish belgisiga nuqtani qo'yishingiz kerak. 38-savol. Berilgan gapda qo'shimchalarning vazifasiga ko'ra qaysi turni qo'llab bo'lmaydi? Qo'shimchalar vazifasiga ko'ra so'z yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi, sintaktik shakl yasovchiga bo'linar edi. Endi hozir qo'yib ko'ramiz. 2 bukla la qo'yildi bu yerda. Buklangan qog'ozni uning qo'liga tutqazib, sirli jilmayib ip ichkari xonaga yo'naldi. De qo'yildi bu yerga. De, mana bu ikkitasi demak lug'aviy shakl yasovchi bo'ldi. Qarang, 2 buklangan xuddi la so'z yasovchiga o'xshaydi, lekin buk so'ziga la qo'shimchasini qo'shilyapti. Bu yerda la lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Sababi fe'ldan fe'l yasalmaydi. Chunki asos buk fe'l, yana qo'shimcha qo'shilishdan yana fe'l hosil bo'lyapti. Fe'ldan fe'l yasalmaydi. Mana shu qoida asosida bu lug'aviy shakl yasovchi hisoblanadi. Yoki bo'lmasa mana sava so'ziga la qo'shimchasini qo'shsak ham u la qo'shimchasi lug'aviy shakl yasovchi, so'z yasovchi emas. Sava, demak savalamoqdagi sava bu demak fe'l va unga la qo'shimchasini qo'shish bilan yana fe'l hosil bo'lyapti. Demak bu lug'aviy shakl yasovchi ekan. Lug'aviy shakl yasovchi qo'liga tutqaz, demak nisbat qo'shimchalari ham lug'aviy shakl yasovchi, jilmayib ravishdosh shakli ham lug'aviy shakl yasovchi, xonaga yo'naldi sintaktik shakl yasovchi. Bizda hozir ikkita turi chiqdi, bitta turi, ya'ni so'z yasovchi qo'shimchalarimiz bu yerda mavjud emas. Bu yerga yopiq teskam so'z yasovchi deb yozilishi kerak. 39-savol. Bizdan kirish, demak gapni so'rayapti. Kirish gaplar virgul bilan, ya'ni ikki tarafda virgul bilan, qavs bilan yoki bo'lmasam tire bilan ajratilib yozilar edi. Endi bu yerda hozir kirish gapni topishimiz kerak va bu yerda hech qanday tinish belgisini qo'ymayapti, chunki qo'ysa topib olamiz. Shuning uchun biz endi diqqat qilib kirish gapni, ya'ni o'sha aytilayotgan ma'lumotga qo'shimcha ma'lumot kirdirib ketish kerak. Mana shu kirish gap bo'ladi. Mahallaning barcha ayollari biznikiga yig'inga kelishadi. Demak, birinchi gapda yo'q, hech narsa izohlangani yo'q. Chaqirilganlarning barchasi, aksariyati onaxonlar edi, yig'ilib bo'lishdi. Qarang, agar mana shu matnning ichidan kirish gapni olib tashlasak ham hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Shunchaki bu qo'shimcha ma'lumot berib ketadi. Qarang, chaqirganlarning barchasi yig'ilib bo'lishdi. Mana shu gap, mana yig'ilib bo'lishdi. Chaqirilganlarning barchasi o'zi hech qanday, demak, qo'shimcha narsa qo'yilmasa ham gap shaklida turibdi. Endi mana bu yerda bizga mana nima qilib ketyapti? Qo'shimcha ma'lumot berib ketyapti. Ya'ni barchasi, mana bu barchasi kimlar? Aksariyati onaxonlar edi gapi bilan bizga qo'shimcha ma'lumotni gapga kirdirib ketyapti. Shuning uchun bu yerda kirish gap aksariyati onaxonlar edi. Demak, mana shu birikmani mana bu yerga yozib qo'yasiz. Aksariyat onaxonlar edi deb kirish gap mana shu hisoblanadi. 40-savol. Quyida berilgan gapda sintaktik tahlil qiling va savollarga javob yozing. Xo'p, ani o'qiymiz. Bir raqami bilan belgilab ko'rsatilgan ko'p nuqta o'rnida mazmun grammatik jihatdan to'g'ri qo'llash mumkin bo'lgan yordamchi so'zni toping. Yordamchi so'zlarimiz bog'lovchi, yuklama, ko'makchi. Mana shulardan birini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Vatandan jisman ayro tushgan shoir qalbi, joni bilan bilan tushadi. Bilan qiyin ekan. O'z vatanida qismat uni yurtdan ayirdi. Ammo yoki yurt mehridan ayira olmadi. Bu yerga demak aga bilan deb yozasiz. Mana bu yerga ammo lekin biroq yoki bo'lmasam uning o'rnida keluvchi ni yozsangiz ayirdi-yu, yurt mehridan ayira olmadi. Ni qo'ysangiz ham bo'ladi. 41. Quyida berilgan gaplarni grammatik vositalar orqali bog'lang va savollarga javob yozing deyapti.
Xo'p, endi birinchi shartni o'qiymiz. A da raqamlab ko'rsatilgan qaysi gaplar o'zaro zidlik ma'nosini hosil qiladi. Demak, ikkita mana shu 1 dan 4 gacha gaplar ichidan ikkitasini shunday olishingiz kerakki, u gaplar zidlik ma'nosini hosil qilsin. Oyning o'z nuri sochmaydi. Oyning o'zi nur sochmaydi. Osmondagi yo'ldoshimizning ko'rinishidan o'zgarib turadi. Demak, bu boshqa gap, ma'no jihatdan tushmadi. Tun toqida ba'zan to'lin oy, ba'zan ingichka hilol ko'rinadi. Demak, yo'q, tushmadi. Endi qarang, oyning o'zi nur sochmaydi, balki quyosh nurini qaytaradi. Demak, mana bu gapimiz 1 bilan 4, demak bu yerda zidlik munosabatini yuzaga keltiryapti ekan. Endi raqamlar ko'rsatilgan qaysi gap tursa izohlash ma'nosini ifodalab kelyapti. Osmondagi yo'ldoshimizning ko'rinishi doim o'zgarib turadi, chunki tun toqida ba'zan to'lin oy, ba'zan ingichka hilol ko'rinadi. Ko'rdingizmi? 2 bilan 1 bilan 4, 2 bilan 3, demak izohlash munosabatini bildiryapti ekan. 42-savol. She'riy parcha asosida tuzilgan savollarga javob yozing. Demak, A da gulning qizil bo'lishini sababi qaysi she'riy san'at orqali izohlangan? Gulning qizil bo'lishi qaysi she'riy san'at orqali va gul nimaga tashbih qilingan? Ya'ni gul nimaga o'xshatilgan deyapti. Otashin ochildi, ichgach bog'ning oq gullari, ashk ila har qatrayi kim bordi bag'rim qonida. Demak, orqadan qarab tahlil qiladigan bo'lsak, bag'rimning qonidan, ya'ni bag'rimdan oqqan qon ashk ila har qatrayi kim, har qatra ashkim bilan bog'ning ichiga boribdi va oq ochiladigan gullar, mana oq gullar ana shu otash ichgach, ana shu ashk bilan aralashib borgan bag'rimning qonini ichgandan so'ng bog'ning oq gullaydigan gullari otashin ochilibdi. Otash bu qanaqa? Otash olov bu. Otash bu olov degani, ya'ni qizil, olov rang degani. Gulning qizil bo'lishini sababi, qizil bo'lishiga demak yolg'on dalil keltiryapti, ya'ni juda ham chiroyli dalillayapti. Bu husni ta'lil san'ati bo'ladi. Husni ta'lil juda ham chiroyli o'xshatish qilyapti. Gul nimaga tashbih qilingan? Ya'ni gul qanday ochilibdi? Otash kabi, ya'ni otash, olov yoki otash deb yozib qo'ysangiz to'g'ri bo'ladi. Otashga o'xshatyapti. Xo'p. Endi 43-savol, demak biz uchun eng yaxshi, sevimli savollarimizdan biri qofiyani topishimiz kerak. Raviyning o'rniga ko'ra qofiyaning turini topishimiz kerak. Demak, bu yerda radif yo'q, ya'ni takrorlanib kelayotgan so'z yo'q. Demak, oxirida qofiya bor. Mana shu qofiyadan olamiz. Qofiya kamandin, bandin. Kamanddagi d, bu yerda band so'zdagi d, demak harflari raviy bo'ladi va undan so'ng harflar bo'lganligi uchun bu mutlaq qofiya deb olsak bo'ladi. Mutlaq qofiya. 44-savol. She'riy parchasida tuzilgan savollarga javob yozing. Demak, mana bunday to'rtlik beriladi. To'rtlikning demak janri so'riladi. Ayrim hollarda, ko'p hollarda mana shuni ma'no jihatidan tahlil qilishimiz, mazmun jihatidan tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Himmat ahliki erur tuzlik aro sarf kabi. Demak, himmat ahli, ya'ni aqlli, bilimli, himmatlilar ahliki erur tuzlik degani to'g'rilik degani. Tuzlik to'g'rilik degani. To'g'rilik aro sarf kabi. Sarf daraxti bor-ku, mana to'g'ri tik o'sadigan sarf daraxti bor. Mana shu sarf daraxtiga nima qilar ekan? O'xshar ekan. Ya'ni himmat ahli tuzlik aro sarf kabi o'xshar ekan. Dahr bo'ston, dahr degani dunyo degani. Dahrning bo'stonida sarsabzdur ozoda. Endi ulki suv yanglig' erur past nihodu kajraf deyapti. Kajraf degani egri degani. Mana bu to'g'ri edi, tuzlik endi bu egri ekan. Past nihodu, ya'ni suv yanglig', suv kabi past egri erur, chekib afg'on anga tinmaslik erur omoda. Ya'ni chekib afg'on, ya'ni afg'on chekib tinmaslik erur omoda. Doim unga afg'on chekish nima? Odat deyapti. She'riy parchaning janrini aniqlang. Xo'p, endi janrini topish uchun buni qofiyasiga e'tibor berishimiz kerak. Tuzlik aro sarfi kibi b. Hop, keling bo'lmasa a bilan belgilaymiz. A desak, xo'p, ozoda kibi bilan ozoda ikki xil bo'lyapti. Demak, qofiyasi ikki xil bo'ladigan bo'lsa, boshqa harf bilan belgilaymiz. A, b bo'ldi. Demak, kajraf yana boshqa bo'ldi. A, b, d bo'ldi.
Xo'p, omoda, ozoda yana b bo'ldi. Demak, a, b, d, b bo'ladigan bo'lsa, ya'ni juft misralar 2 bilan 4 qofiyalanadigan bo'lsa, bu janr qit'a deyiladi. Agar mana bu omonim so'zlardan tashkil topgan bo'lsa, u qit'a tuyuq bo'ladi. Endi she'rdagi qaysi badiiy timsol orqali insonga xos illat aks etgan? She'rdagi qaysi badiiy timsol? Demak, shunday narsa insonga xos illatni nimaga ko'chirilgan? Suv. Demak, bu yerda badiiy timsol suv bo'ladi. Ya'ni mana shu suv orqali insonga xos illat, ya'ni egrilik, mana suv yanglig deyapti, o'xshatish, timsol o'xshatish ketyapti. Shuning uchun suv javobini oldik. Demak, yopiq testlarimiz ham o'z yakuniga yetdi.